Assalomu alaykum. Toshkent davlat kimyo-texnologiya instituti neft va gaz kimyosi va texnologiyasi yo'nalishi 25-6 guruh talabasi Aliyeva Marjona. Mavzu: neftni qayta ishlash zavodlarida chiqindi suvlarini elektrokimyoviy usulda tozalash texnologiyasini takomillashtirish. Reja: 1. Ekologik vaziyatni yaxshilash, oqova suvlarni tozalashda yangi texnologiyalarni qo'llash. 2. Dunyo bo'yicha chuchuk suvning ishlatilishi. 3. Tabiiy suvlarda tuzlarning miqdori. Berilgan ilmiy ishda neft va gaz sanoati ishlab chiqarish korxonalaridagi oqova suvlarni zamonaviy usullar orqali tozalash. Bu maqsadda ishlatiladigan jihozlarni takomillashtirish orqali atrof muhitni zararli oqova suvlari chiqindilaridan xoli hududga aylantirish. Ekologik vaziyatni yaxshilash. Oqova suvlarni tozalashda yangi texnologiyalarni qo'llash. Jahon hamjamiyati bu sohada olib borilgan ishlarni o'rganish va ularni tahlil qilib chiqish. Oqova suvlarning xossalari va tarkibini tahlil qilib ko'rish. Kalit so'zlar: suvlarning qattiqligi, chuchuk suvlar, sovutuvchi, gidrokarbonat, sulfatli va xloridli suvlar. Tasvirda texnologik jarayonning avtomatlashtirilgan sxemasi keltirilgan. Hozirgi kunda Yerda suvning umumiy miqdori 1386 million kilometr kub tashkil qiladi. Shundan 97,5%ni sho'r suv, qolgani chuchuk suvlarni tashkil etadi. Chuchuk suvning umumiy miqdori 35 million kilometr kubga teng. Dunyo bo'yicha chuchuk suvning ishlatilishi yiliga 3900 milliard metr kubni tashkil qiladi. Shu miqdorning yarmisi butunlay ishlatiladi, ya'ni butunlay yo'qoladi. Qolgan yarmi esa oqova suv bilan qo'shilishib ketadi. Tabiiy suvlar o'zida erigan tuzlarning miqdori, ya'ni minerali bo'yicha quyidagi sinflarga bo'linadi. 1. Chuchuk suvlar. 2. Sal tuzli. 3. Sho'r. 4. Namako'pli. Suvning tiniqligi va loyqaligi undagi mexanik aralashmalarning miqdoriga qarab baholanadi. Aralashma qancha ko'p bo'lsa, suvning tiniqligi shuncha kam, loyqaligi shuncha ko'p bo'ladi. Uning yorug'lik nurini suv ichiga kirib borish uzunligi bilan aniqlanadi va numning to'liq uzunligiga bog'liq bo'ladi. Bunda ultrabinafsha nurlar oson, infraqizil nurlar esa suvdan qiyinchilik bilan o'tadi. E'tiboringiz uchun rahmat.